Wait, what? Qaynona va kelin grammatikasi ingliz tilida? Ko'p ingliz tili o'quvchilar qiladigan asosiy xatolardan biri bu gapda verbni va to be ni bitta qilib qo'llab qo'yish hisoblanadi. Tasavvur qiling, gapimizda to be bu qaynona vazifasini bajaradi. Ya'ni u holatni, sifatni va kimligini bildiradi. Misol uchun, I am a student. Men o'quvchiman. Ana endi esa kelinning obraziga to'xtaladigan bo'lsak, kelin bu uydagi hamma ishlarni qiladigan inson hisoblanadi va gapda ham ish harakatni aynan verb bajaradi. Misol uchun, I go to school every day, ya'ni men har kuni maktabga boraman. Yoki he washes his car every day. Har kuni mashinasini yuvadi, ya'ni ana shu ish harakatni u qiladi. Agarda verb va to be bitta gapda keladigan bo'lsa, bu juda qo'pol xato yoki da bo'lmasam qaynona va kelin o'rtasidagi kelishmovchilikni keltirib chiqaradi deb aytishimiz mumkin. Agarda to be va verb haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, Anora English YouTube sahifamdagi videoni ko'rishingiz mumkin.